Assalomu alaykum. Qadri baland podpисчикларim, menga obuna bo'lganlar va mehmonlar. Bugun Qoratepaga keluvdik sherik bilan. Nechanchi silo edi bugun? 9mi? 9-aprel 25-yil. Xudo xolasa hozir biz narsalar talab oldik. Sherik Ulug'bek, привет. Assalomu alaykum. Qaratma. 3 ta qarmoq, distansiya 50 metr. Bu 2 ta qarmoqcha Makuxa bilan boya taylandi. Va sherik taylayapti hali. Mana bu tog', mana kechasi yomg'ir yog'masa deyapman. Qarang qanday. Bu Urgutda Qoratepa suv ombori qishloq tomondan kirilgan. Natija bo'lsa, xudo xolasa taylanadi. Mana shunaqa tog' bag'rida dam olishga nima yetsin. Mana bu tomon bulut, bu tomondan quyosh chiqib turibdi. Quyosh, tog', suv, joy zo'r. Lekin hozir 1 soatlarcha bo'ldi. Qarmoqlar 1-2 marta pip-pip qildi, lekin konkretni pip-pip qilganmiz. Natija hali yo'q. Natija jim. Assalomu alaykum. Ertalab ham kutib oldik. Hozir ertalabki soat 6. Urgutda bizlar Qoratepada. Mana bu ikkita krokodilchada Makuxa qo'ydim. Bittasi qulupnalik, bittasi asallik. Bu 3 ta qarmoqni o'sha soat 5:30da turib 50 metr distansiyani yemladim. 10 ta pomp bilan. Anaqa narsa. Kecha 1 soatlik yem yasagandim. Qolgani shu qoldi. Yem sliva ishlatdim. Sliva, keyin shu makkai, bittasi oddiy bir baklashkada hozir mana bu baklashkada bu piyana kukuruza, mana bu oddiy qaynatilgan. Piyana kukuruza qaynatib 1-2 soat qaynagandan keyin ichiga sovigandan keyin, iliq bo'lgandan keyin droji 1 qoshiq, choy qoshiqda droji taylanadi. Shakar 1 kiloga 100 gram, 150 gram shakar. Keyin ana qo'yasiz. U achib yotadi 3 kun, 5 kun, 1 hafta bijir qaynab, xuddi vino yasaganda. Shunaqa gaplar. Hozircha natija yo'q, lekin natija bo'lsa ko'rsatamiz, xudo xolasa. Inshaalloh.
Ulug'bek. Ulug'bek. Mana birinchi pochin.